Kakra haqida gapirganimizda juda ko'p savollar bo'ldi. Yaqinroqdan ko'rsating degan. Mana bugun yana dadamlar bilan birga kelib, kakra haqida sizlarga batafsilroq ma'lumot bermoqchi bo'ldik. Mana bu kakra o'simligi. Kakra o'simligini bizni ota-bobolarimiz bu barcha xalqlarda bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hatto Turkmaniston yerlarida ham ko'p uchraydi. Bizda kakra deyiladi. Sizlarda tillarida yoki shevalarda qanday aytiladi, buni yozib izohlab o'tasiz. Dada, bu kakrani ishlatish qanday bo'ladi? Buni mana bu g'unchalari bo'yovrang bo'lib gullaydi. Xuddi bedani guliga o'xshagan bo'ladi. Bular o'zi siyoh rang bo'lib gullaydi. Gullagandan keyin, gullab bo'lgandan keyin buni tomiri bilan ketma bilan kavlab olsa ham bo'ladi. Endi bo'sh joy bo'lsa, sug'urib olsa mana bunday bo'lib chiqadi tomiri. Xo'p. Bu tomirni mana bu yerlardan kesish kerak. Mana shu qora turgan yerda turgan joyidan kesib pasti olinadi. Shu olingan joyi yuvilib, keyin 20 minut qaynasa, ko'k choyga o'xshagan rang chiqadi, ko'k bo'lib. Qancha litr suvga nechta dona tomir tashlanadi? 1 litr suvga mana shundan 4 tasini tashlasa bo'ladi. Mana shunday 4 tasini tashlasa 1 litr suvga yaxshi bo'ladi. Endi o'shani keyin ichgandan keyin yarim piyola yo'qsa katta qoshiq bilan 2 qoshiq ichsa, boyagi sari kasalni ikkinchi kuni o'zi sari kasal yo'q bo'ladi. Birinchi kuni tirnoqlarda sariga ketadi, ikkinchi kuni ko'zdagi ham ketadi. Ovqatdan oldinmi, keyinmi? Ovqatdan oldin bo'lsa ham bo'ladi, 1,5 soat keyin bo'lsa ham bo'laveradi. Farqi faqat buni iste'mol qilish kerak. Yosh bolalarda ham mumkin. Buni achchiqligi bor, katta shakar qo'shib, rang berib bolalarga ichkisa bo'ladi. Mana napitganmi, limonadmi deb ichsa bo'ladi. Undan keyin bu jigarni yaxshilaydi. Sababi jigar uchun, jigar sirrozi uchun eng yaxshi dori. Jigarni tagidan jigar paydo bo'ladi. Buni 2 oy ichgan. 2 oydan keyin jigarni tagidan yangi jigar paydo bo'ladi. Shu xususiyati. Sabr qilib 2 oy iste'mol qilinsa, mana shu xususiyati, ya'ni o'sha jigar o'zini tiklaydi degan gaplar juda ham to'g'ri. Biz ham mana shularga qo'shilamiz. Demak, mana shunday kakra bu asosan jigar kasalliklarida, jigarning virusli gepatit B, gepatit D holatlarida bemalol iste'mol qilish mumkin. Buni asosan ildiz poyalari, ildizlardan foydalaniladi. Bu o'sha fioletoviy gullaydi, gullagandan keyin ildizlardan olib foydalanish mumkin. Yana savollar bo'lsa kommentarda qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz.